Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilar. Bugun biz Oqdara tumani Boshlarqa mahallasiga, ya'ni o'zimni mahallamga Olim akamizga qo'ygan sinovlarimizni shartli ko'rsatib berganlar juda rohat. Shularga ikkinchi sinovimiz, buni oldingisi. Birinchi sinovimiz 10 talik sinov bo'lgan. Buni hozir 12 talikka o'zgartirib berdik. Sababi 12 taligimiz ko'proq chiqarganimiz sababli talablarga ham chiqarib berganmiz. 12 talik sanagamiz 16 ga 36 razmerdagi sanovlarimiz ish davom etyapti. Buni kech bo'lishiga qaramasdan ustachilarimizga ham gap yo'q. Ishlari zo'r, toza. Juda tajribali ustachilar. Xo'sh, mana blok chiqadi. Ikkitalik. To'qillar ham hammamizga bir xil, uncha baland shovqinda emas. Abzorchasini ko'ramiz. Puskatillari chint, elektr puskatillar, o'zimiz yasalgan shitlardan va yangi modeldagi zanjirlar, balandligini ligofa qiluvchi mexanizmlari. Ustobo, qancha quyapsiz bir kunda? 4 mingta, 4,5 mingta. Maksimalni qancha quyidingiz mana shu bilan? Qo'ymadingizmi? Endi nechta qo'ya olasiz 12 talik bilan? 10 talikka nisbatan qancha farq qiladi? Farqi katta hozir. Oldin 3 qator chiqsa 1,5 mingta bo'lardi. Hozir bu bilan 3 qator chiqsa 3,5 mingta bo'lyapti hozir. Farq katta, shunday farq. Man ishlab chiqarish bir kunga ishlab chiqarish soni ham oshganmi? Ha, oshdi. Oldingiga oshdi. Oldingi. Va bu ikkalasi ham oldingi stanovingizda, bu stanovga ham yangi modeldagi stanovlar, ligorovkalari boshqa stanovlardan qanaqa farq qilardi? Ishlatganingiz baribir troslik eski modeldagilarni ham. Buniki yaxshi bu zanjirli. Qilgani bu yigitni yaxshi o'g'ildi bu. Troslik qilmaydi. Lekin zanjir yaxshi. Buzilishlari-chi, ligorovkalari qancha vaqtga qilasiz? Buzilmaydi uncha-munchaga. Rahmat. Ligorovka buzilmaydi. Mana naqshni ishlatdim mana uni. Umumiy qilgan edim. Bu aka siz bilan hech qanaqa suhbat bo'lgan yo'q undan oldin. Bu faqat haqiqatni gapiryapsiz. Faqat nima podpischilar, shu kuzatuvchilar uchun, bizni kuzatib boruvchilar uchun. Biz faqat haqiqatni olib borishga harakat qilamiz. Xuddi shunday. 10lik bu yana davom ettiramiz apparat bo'yicha 10lik shvelerlar qo'yganmiz. 10lik bekavod juda yaxshi. Qoliplarimizni xohlagan razmerda chiqarib bera olamiz. 12 talik, 14 talik farqi yo'q. 10 talik razmerlarimiz ham xuddi shunaqa. Xo'sh. Aziz do'stlar, mana o'zlaringiz guvoh bo'lganingizdek, ustalarimizdan ham ular fikrlarni eshitdik. Ijobiy fikrlar shu sanov bo'yicha. Albatta biz shu sizlar uchun, mijozlarimiz uchun, xalq uchun xizmatdamiz. Shu sanovlarimizni kimga kim yoqqan bo'lsa, shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqarsinlar. Mana Olim akamning o'zlari ham keldi. Olim akamdan intervyu olamiz. Olim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Ahvolingiz qanday o'zingiz? Tinchmisiz? Aka, bizni mijozlarimizga, podpischilarimizga sanov haqida gapirsangiz. Bu birinchisi emas. Ikkinchisi bu. Ikkinchisini oldi. Yaxshi. Sifatda birinchi o'rinda sifat. Ishlayapti. 3 kundan beri ishlayapmiz. Ikkinchi yangi apparatimiz. Rahmat. Bizni xizmatimizdan, bizni uskunamizdan rozimisiz? Albatta. Rozimisiz? Albatta. Tavsiya qilasiz. Ishlatsa bo'ladi. Katta Birinchi o'rin sifat deydi-ku. Rahmat, kattakon. Xuddi eshitganlaringizdek, bu ham hozir sulchani bo'ldi. Mana akamiz uzoqdan keldi, boya chaqiruvdim keling deb. Hozir keldilar, bemalol shu haqiqat gapirdingiz-a menimcha. Nima aytaman? Yo'q. Bu ko'rsatib qo'ying. Birinchi apparat u edi. Birinchi apparatimiz ham bor, shu yerda, ana turibdi. Ikkinchisi. Aziz do'stlar, albatta sifat tanlashda, apparat tanlashda adashmang. Bizga murojaat qiling. Adashmaysiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sizlarga omad. Charchamang.